Assalomu alaykum. Velosiped oldim. Arendaga. Endi xudo xolisa qayta o'rganamiz velosiped haydashni bitta qo'lda. İlk bor o'zbek tilida vlog Gili Travangan orolidan mana go'zallik qaranglar. Ko'rasizlar. Xudo xolisa 2 kun shu yerda bo'lamiz. Bu yoqda yetganimdek faqat velosiped bilan faqat nima edi? Ot minishar ekan. Sarguzasht sirlari DJ Pilgrim Indoneziyadan. Asosiy sizlarga bermoqchi bo'lgan informatsiyam bu qatqidir sarguzashtga borganingizdan keyin birinchi o'chirit mehmonxonaga borasizlar-da, dokument, kreditniy kartochka hammasini seyfga qo'yasizlar. Juda go'zal ekan, bu o'tlar вообще. Вообще g'alati bo'lar ekan, mashina yurmayapti. Sorry. Mashina yurmayapti, jimjit, faqat velosiped. Hali ot ko'rmadik, ot ko'rdim, lekin hali syomka qilmadim, chunki otli pirsda-da, kemalar keladigan joydan. Nima demoqchi bo'ldim? Yetayotganimdek. Birinchi bo'lib naqd pul olasizlar-da, pasport bilan. Juda go'zal. Rul ushlash kerak, blok olib borish kerak, blok. Bo'ldi. Pauza olamiz ozgina. Fikrimni tugataman. Sarguzasht sirlaridan bittasi birinchi o'chirit. Naqd pul olasizlar-da, melki расходlarga, kichkina расходlarga, ovqat, tuda-suda, pasport bilan kreditniy kartochkalarni mehmonxonada qoldirasizlar. Sababi bemalol yurasizlar-da, nimadir yo'qotib qo'ysanglar, va keyin dabdili bo'ladi dam olish. O'shaning uchun life hack nomer 1 har doim o'zingizlar bilan faqat naqd pul olib borib yurasizlar. Pasport bilan kreditniy kartochkalar anaqada turadi. Nima edi? Seyfda. Просто g'alati bo'laman, chunki qaranglar, jim turaman, birpas hamma velosipedda o'tyapti. Ko'rasizlar? Velosipedistlar oroli va otchoparlar. Zo'ra. Pauzami yoki davom ettiramizmi gaplashishni? Ozgina jim ketaman, ko'ryapman akalar. Ot ko'ryapman hozir. Qaranglar. Hello brother. Bak. Zo'ra. Вообще. G'alati bo'ldim. To'xtadim bitta joyda velosipedda yurish. Уже ilhomiga yosh bola emasku. Ozgina break qildim sizlarga. Vibe ko'rsatyapman. Ko'rdinglarmi? Hamma yo'q velosiped, hamma yo'q plyaj. Hech narsa yo'q. Bu orolni 1 soat ichida aylanib ketsa bo'ladi. Velosipedda shunaqa kichkina. Bu yerda mayin anaqalari. Doskalarda uchayotgani ketdi bu bola. No? Bizga, по-моему, hozir eng zo'r bo'ladigan narsa bitta kokonat olamizda, kokos. O'shani ichamiz. Ketdik. Seni sog'inganman azizim, seni sog'inganman sevgilim, jonim sog'inganman seni yolg'izim.
this, I go 10 minutes. What's the name of the horse? Baku. Huh? Baku. Baku. Like a city in Azerbaijan. Capital city of Azerbaijan, Baku. Hello, Yogi. See you tomorrow. Yogi Kato. Yogi Gato. Unikal kontent otning holiga. Otda ketyapman-da. Ketimizdan yana bitta ot ketyapti. Qorong'i. Orolda. Hech narsa ko'rinmayapti. Salomat malam. Shunaqa bo'lyapti. Nak dadah marah Hadi. Nak dadah marah. So'radim. Nimaga? Sizlarda elektrobayklar yo'q. Yaxshi-ku elektrobaykda yursa odamlar deb so'rasam, javobini menga bunaqa aytdiki, bu yerda yashovchi aholi qat'iyan qarshi ekan dvigatellarga. Faqat ot kuchi, oyoq kuchi, velosiped, oyoq bilan yursa ham bo'ldi deyishadi. O'shaning uchun hammasi zapreshonka ekan. Birinchi anaqa fikr keldi-da, biznes qilishga. Voy, ilhom aka bu yoqqa Xitoydan elektrobayklar olib kelamiz dedi. Bularga beramiz degan aytdiki, yo'q, bo'lmaydi dedi. Bizani aholi qat'iyan qarshi sun'iy energiyaga, faqat tabiiy energiya yoki oyoq, yoki ot, yoki velosiped, lisped. Bizani ketimizdan yana bitta ot ketyapti. Mana ko'ryapsiz. Eksport. Mana shunday bo'ladi. Hamini babjon orib, hamini ko'zini bekitib qo'yishgan. Ko'rmasin. Faqat to'g'ri yuradi. Bo'ldi, markaziy ko'chagacha yetib oldim. Afsuslanmayman olmaganimga kamerani. No, birinchi kun-ku. Xudo xolisa ertaga уже boshqa kameraga syomka qilaman. Xudo xolisa sizlarga ko'rsataman. Maza qilib ko'rasizlar hammani. Kayf. Kechki vibe вообще boshqacha ekan-da. Kechki anaqa energiyasi bu joyi. Juda qiziqarli. Eng qizig'i, mashina yo'q, moped yo'q, faqat velosiped bilan otlar. Ochilgan narsa men uchun eng asosiy narsa yo'llar bor-u, ot hidi. Вообще, как будто средневековьеga tushgandek bo'lyapman. Zo'r ekan, g'alati bo'lar ekan odam. Lekin maza. Shovqin joydan chiqdim. Xudo xolisa endi ketyapman. Salomat malam.
You not mind? I will little bit recording. Thank you. Just for fun. Yes. Уже chiqdim. Просто ertaga возможность bo'larmikan bu narsalarni sizlarga syomka qilishman bilmayman. O'shaning uchun bugundan syomka qilib ketay dedim, chiroyli joylarni. Ertaga xudo xolisa suzamiz anaqalar bilan, tashbaqalar bilan. Hammaga assalomu alaykum. DJ Piligrim o'zini o'zbek tilida ilk bor vlog bilan mana keldik. Xudo xolisa joylashib oldim. Gili Travangan degan joyga keldik. Mana bu eshikga ahamiyat beringlar. Qanaqa kayfa, bundoq taxtali hop, ib keldi. Bu bizani bugungi 2 kechaga joyimiz. Bu yerda o'tirib bemalol nimadir suhbat qurib o'tiraman o'zim bilan. Bu yerda basseynga tushaman-da. Basseyndan chiqib mana shu yerda yotaman. Vlogerlar endi yaxshi dam olish kerak-ku. Tashqarini syomka qilayotganim sababi yomg'ir yog'yapti. O'shaning uchun sizlarga ozgina room tour qilib bermoqchiman. Bu joyda yotaman. Eng asosiysi mana bunaqa narsasi bor. Bu narsa chivinlarga qarshi ochamiz-da buni. Xudo xolisa zo'r bo'ladi. Chivin ichiga kirmaydi. Bu yerda chill zona bor. Mana bu yotib dam olish. Xudo xolisa o'zi maqtanchoq emasman. Prosta yomg'ir yog'ayotganiga nimadir material baribir ham olish kerak dedim-da o'zimga. Bu yerda narsalarni osib tashladim. Bu yerda уже o'zimga choy damladim. Bu yerda oyna bor. Mana plavkalarni almashtirib qarab yuraman. Eng asosiysi hojatxona ko'chada. Bu degan gapki, mana bundoq chiqamiz-da, mana dush, toza havoda, ko'chada. Ko'rasizlar? Anaqa emas-da, tashqari emas-da bu. Bu ko'chada hovlida sanuzel qilib qo'yishgan, juda go'zal. Mana yana bitta oyna bor. Mana shunday qisqacha room tour. Gili oroliga kelganim sababi biz xudo xolisa bu yerda tashbaqalar bilan suzamiz. Tashbaqalar bor-ku. Bu yerda fermalar bor-da. Bu fermalarda bu tashbaqalarni o'stirishadi-da, suvga qo'yib yuborishadi. Hamda bular suvning ichida shuda yana домашний животныйga o'xshab, suv zo'r ekan. Suv zo'r ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Nimaga o'tdim? Eng asosiy narsa shu. Tashbaqalar bilan Indiyskiy okean bilan Indiyskiy okeanni suzish. Haligacha ham Indiyskiy okean o'zbek tilida nima bo'lishini bilmayman. Kommentariyaga yozib yuboringlar, iltimos. Hamda bu orolning eng go'zalliklari, shirinliklari nimadan iboratki, avtomobil yo, mototsikl yo, yuradigan transportni sredstva faqat ot minishadi odamlar. Hamda velosiped. Taksilar bor, o'tirasizda aravaga, sizni otda olib borib tashishadi. Hamda ozgina sayr qilamiz, aylanamiz, velosiped olamiz-da, hamma narsani o'zimiz ko'ramiz.